Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kuzatuvchilari, biz hozir Ellikqal'a tumani bilan Beruniy tumanini tutash chegarasidamiz, ya'ni shu temir yo'l kesishgan hududdamiz. Palvosh aholi punkti narigi tomon, bu tomon albatta Bo'ston shahriga qarab tutashadi. Bu yerdan temir yo'l kesishmasi bor. Mana belgilar. Bu efirni qilishimizga sabab mana shu temir yo'lning ustida mana shu joylashgan mana shu qurilish inshooti savol tug'diradi-da. Mana shu ko'p o'tib qaytamiz. Nima ekan bu? Havoda turgan yo'lmi? Yoki qandaydir bir turistlarni jalb qiladigan ko'prikmi? Yoki bo'lmasam men qandaydir bir yer yuzida mavjud bo'lmagan bir qandaydir bir g'aroyib inshootmi? Nima o'zi bu? Bu savol tug'iladi-da. Mana shu inshoot qurish uchun davlatimizning byudjetidan necha pul sarflangan degan savol tug'iladi. Nima uchun bu qurilgan? Nima uchun? Mana misol uchun odamlar o'tib qaytadi, hech kim qiziqmaydi-da bu narsa bilan. Nima uchun qurilgan bu narsa? Nima uchun? Bu san'at asari bu. San'at asarimi, muzeymi bu? Nima bu? Osmon ostidagi nima o'zi bu? Mana. Mana tushunmaymiz-da buni. Xivoda kalta minor bor. Ha. 50 Mana. Mana shu asar bor. Ayting. Xivoda kalta minor bor. Ha. Qurilishi yarim qolgan. 50 qalada qurilishi yarim qolgan ko'prik bor. Buni ustida haligi qurib tugatayotgan payti haligi xon meni o'ldirib yormasin deb uchib qochdimikan ana nimasi? Injeneri buni qurgan odam. Ana shu narsa. Qiziqarli narsada, qiziqarli inshoot bu, to'g'risi. Hammaga mana shu endi bu Ellikqal'a tumanida juda ko'p rahbarlar bor. Rahbarlar xafa bo'lmasin bizdan. Lekin savol baribir xalq nomidan biz berishimiz kerak, ommaviy axborot vositasi sifatida. Nima o'zi bu? Nima bu? Yo'lmi? Yo'l bo'lsa boshi qani, buni oxiri qani? Bu inshoot qachon qurilib boshlanishi kerak edi va qachon tugallanishi kerak edi? U bo'yicha qandaydir ma'lumot bormi? Mana atrofda plakatlarda qo'yilgan bir belgilar bo'lardi oldin. O'sha belgilar qani, o'sha plakatlar qani? Misol uchun mana bu inshoot falon milliard so'm pulga tender bo'lgan. Bu qurilish boshlanishi mana shu kundan mana shu kungacha davom etishi kerak. Mana o tashkilot quradi degan belgilar bo'ladi-da har bitta inshootning oldida. Yana bir versiya borda. 50 tomonidan ana Nukusdan kirib kelishda darvoza bor. Xorazmdan kirib kelishga darvoza bor. Poyezdda kirib kelsangiz 50 kirdik degan belgi bo'lsa kerak, darvozaga o'xshab turibdi. Balkim bu poyezd yo'lidan kelayotgan aholi uchun Ellikqal'ga kirib kelayotgan ko'prik shunaqa belgidir balkim. Yana bilmadim. Darvoza. Yo'q, bu darvozaga o'xshamayapti-da. Buni perilari bu, qarang. Perila bor chekkasida, stoykalari bor. Nima o'zi bu? Mana shu imенно mana shu inshoot qurilishi uchun davlat byudjetidan necha pul sarflangan misol? Nima deb o'ylaysiz? Kamida 1 milliard bor bu yerda. Kamida. Lekin nima uchun qilingan? Pul kerak bo'lgan, muhim bo'lgan, birinchi raqamli muhtojlik sezayotgan obyektlar bor. Nima uchun bu narsaga pul sarflanganda bu to'xtab qolgan degan savollar tug'iladi-da. Jamoatchilik sifatida, xalq sifatida, oddiy fuqaro sifatida beradigan savollarimiz bor. Mutasaddilardan bu savollarimizga asosli javob kutib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Антикоррупция.